Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda Farg'onali bog'bonlik kuzatuvchi obunachilarimiz mana xudo xolasa o'rik ko'chatlarimizni Surxondaryoga jo'natyapmiz. Eng yetab shaygon o'riklarimizdan biri do'stlar bu Prisiya. Ko'rsizlar holatlarni kim o'rikdan boqmoqchi bo'lsa Farg'onali bog'bonga aloqaga chiqasizlar. Sababi 5 xil navdagi o'rigimiz bor. Ertaki o'rtaki kechki o'riklarimizni payvat qilib qo'yganmiz. Kechki o'riklarimiz qoqib bo'ladi. Ko'p joylarda yo'llash o'rik deydi, yana ko'p joylarda boshqacha nom bilan ataladi. Suqon o'riklargacha xudo xolasa payvat qilib qo'yganmiz do'stlar. Tomirlari ham zo'r, ko'chatlarimiz holati yaxshi. Mana o'rikdan boqmoqchi bo'lganlarga videoni jo'natamiz. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan layklarni bosamiz. Biz hali ham mehnatdamiz. Xudo xolasa ko'chat sochdi 2-noyabrdan boshlagan edik. Mana bir oydan o'tdi do'stlar. Mana o'rik ko'chatlarimiz. Mana o'rnida svejiy ko'chirib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar do'stlar.